Assalomu alaykum, hurmatli dunyoning har qaysi joylarida muajiratdagi aziz qarindoshlarim, hammanglarga men Tug'liq Hamiddan o'tliq salom. Men oldin hafta naq maydon qilmoqchi bo'lib, va alaykum assalom qarindoshim. Naq maydon qilmoqchi bo'lib, bir sirtga ketgandim. Shu sayohatdan qaytib kelgandan keyin og'ir zukam bo'lib ketdim. Shu ko'z yashang'irab yoki shundayliqi bunimizdan so'yib deganlik unda bo'lganki shuni bilan vaqtinchalik to'xtatib turgandim buni. Bugun endi mahapta xili o'zimga kelib yaxshi bo'lib qopdimi. Shuning uchun qarindoshlarga bir tushuntiradigan muhim bir nuqtalar bor. Shuni bir tushuntirib o'tay dedim. Birinchi nuqta bo'lsa, men uchun Dilyar Musaboy apandim yaxshi bir tema ustida so'zlabdi. To'g'ri, Dilyar Musaboy apandimniki degan gaplarningki asos jihatdan 90% to'g'ri, hamda ba'zi bir yerlarda bir tushunmaslik bo'lgan bir nuqtalar bo'lib qolibdi. Buni men keyin so'zlab o'taman. To'g'ri, men beshida shundaq chiqib dardimni anglatish jarayonida keyin rost degandekidek biza hayajonlanib, achchig'im kelib, shu og'zimni buzib kirib ketib qoldim bu temalarga. Shuning bilan shu xalqimizmi mening nima demoqchi bo'lganimni mayaqda qilib ketib, shu ammo qilinayotgan iddia to'g'ri bo'lgan bilan xoinlarninki va ashlarning ko'tirmichilarninki so'zi o'yini orqali og'zini buzdi deb burib etilgan nuqtalar bor. Men bu narsani nima qilib chiqaman, boshqadan so'zlab chiqaman. Hamda bu yerda yana bir so'zlamoqchi bo'lgan nuqtam bu Dilyar Musaboy apandim men uchun so'zlagan narsaga ayrim to'xtalma. Bu necha qismga bo'linib ketadi. Bu Dilyar apandim yig'inchoqlab qilibdi. Men shu 5dan oxirigacha zil zavirgacha so'zlab chiqaman. Shuning uchun bugun to'xtalgan temam u emas. Endi yana birsi kelsak, men qaysi kuni uxlavatsam, menga nomer yo'q telefondan bir telefon kelibdi. Shuning bilan voy bu nima shub ketdi deb boshda olmadim. Endi adam tilaydigan nomerlarmi keldi, Xitoy nomi keldi. Ba'zi saqchi nomi keldi. Uniki bexatarlik idorasining ursimi emas, nomer chiqmaydigan telefonlardan keladi. Epaqay deb olsam, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Bisharki Dilshod Reshitninki Mehribon Niyoz degan ayolga shu telefon qilib, ukam siz bilan bir ko'rishsam deyishdi. Boshda bir telefonda paranglashdik. Telefonda paranglashib o'tiblam. Agar meni tillab olsangiz, ota-onangizni qo'yib bergan shu bo'lsa, tillang deydi. Men dedim, shuni o'yladi. Sizlar ammolar ishlar deydi ekansizlar, Dolqin Aysam ishlar degandi, lekin u gapga javob berolmadi. Sizlar ishlar deydi ekansizlar, lekin shu qani shu Xitoy menga shu ota-onangni tillab olsin, shu qurultayni uni buni tillab olsam qo'yib berma. Sizlar bir nimanglarni ko'rstinglar desam, yo'q ukam, u maqsad emas. Agar siz bizni tillab achchig'ingiz chiqadigan shu rohat bo'ladigan shu bo'lsa deb menga admiylik bilan chiroyli gap qildi. Shuning bilan mening ishlaydigan ish o'rnim keling ukam dedi. Siz qayerda ishlaysiz desam, men yerda ishlayman dedi. Shuning bilan bu Dilshod Rashidninki ayoli Mehribon Niyoz xonim bilan bir 20 minutlik telefonda paranglashgandan keyin, "Bilmay ukam, siz mening ovozimni olasiz" dedi. "Olaman" dedim. Undan keyin men bordim. Berib avtobusda ishlaydigan, avtobusda odam yo'qka, dam olish vaqtiga kirib, avtobusning eshigini yepetib paranglashdik. Paranglashgandan keyin bu xonimninki 1,5 yilning yog'i o'zini men tarafimda haqorat kuchirganga beoram bo'lganligi sabrning chekining to'shib, shuni bilan menga telefon qilganligini dedi. Degandan keyin men hech qanday gap qilmayli bo'ldi, men sizga unda bo'lsa ko'rsatgan narsalarni ko'rsaysizmi, rozi bo'lib ketding nima aytilganimni deb WhatsAppni ochib ko'rsatgan barliq isbotlarni beshdan oyoq ko'rsatdim. Ko'rsatgandan keyin bu xonim shunda achchiq kelib ketdi. Men buni 10 yil odam qilolmagandim. Ukam, men nimaga achchig'ingiz kelganini, nimaga qo'saq ko'p kelganingizni ko'p kunni bildim. Mushu gapni shu baldo'roq menga chiqib degan bo'lsangiz, yo bo'lmasa men sizlarni bir yerda ko'rishtiray. Qanday ishlar bo'lsa shuni bir o'tirib degandan keyin men bu yerda biz paranglashgan to'liq temalarni deb o'tamayman. Chunki u xonim o'kinni ovozga olgan bo'lishi mumkin. Men oldim degandekda. Shuning bilan paranglashdik. O'g'il boldek gapni qildi. Men bu chiroyli paranglashib 1,5 yil bo'lgan shu ishlarning hammani ko'rsatdim.
ko'rsatib anadagi sizmi bir ana agar sizning bolangizni men ishta qilgan bo'lsam yoki mushta qanday qildingiz desam ochiq keldim men bu ko'tni 10 yilning adam qilolmagan ukam uning narsalari po sizga degan gaplarning hammasi deb buning jinoyatni yepishga o'tib ketyapti-da po deb yo'q dedim bu narsaga saqchi araydi dedim hukumat araydi sot araydi dedim men bir turkum materiallarni to'plab qo'ydim agar kenda shunga ma'qul desa men degan shartim bo'yicha mening ishimni qiladi ovozni yo'pam bilan WhatsApp'liklarni sizlarning oldinglarda juyma hamma narsani bilaman lekin men degan dokumentlarga qo'l qo'ydi shunfini qo'ydi advokat keladi o'tiramiz hammamiz o'tirib ishlar dal joyida chiroyli bitadi dedim degandan keyin bo'ladi ukam unda bo'lsa unda buningdan keyin mening ismim chiqmasin undaq dedi men bu o'g'il boladek maydam ko'rdim siz xotirjam bo'ling mening asli maqsadim shu sizlarni akilishdi oldimga aloqaga chiqib yaxshi qildingiz yaqinda qizingizdan ham to'yi bo'ldi ekan shuningga sizmi bizning roziligimizni ilib etishingiz kerak chunki qolgan ishlarni jiq ishlarni siz bilasiz men yana texe boshqa jiq temalarga kirmadim deb bu ayolninki ko'rsatdim ish qilib alsas jihatdan o'zim nimani degan bo'lsam qo'yilgan va yoki boshqa bir aldangan hissiyotdagi narsalarniki hammani ko'rsatganki bu ayol asos jihatdan o'zi tushandi hamda aqlli bo'lgandan keyin tushundi deb o'ylayman shuni bilan men bundan keyin bu temada gap qilmaydigan bo'ldim undan keyin mushta cho'l dokumentlar berib kelganingiz rost sizni soqchi idorasidan chaqirtgan rost deb shundoq dedi hamma narsaga shundoq dedi hamda buyoqning soqchi idorasi buyoqning hukumati shunda qilibdiki ayni vaqtida unda uni qilib bular jiqqa qilmagandan keyin mening jiqqa qilishimning hojati yo'q ammo men o'ziga dedim mening qo'soq ko'pigim bor ochchig'im bor aldangan hissiyotim shundoq nurg'un ishlar bor aqidam bor bir yarim yillik mana deb meni ko'rsatdim o'zimni ko'rib hayron qoldi ham shundoq oshko'zligini bilma dedi shuning bilan bu temada mehribon niyoz xonim bilan ko'rishib bu temada paranglashib har ikkimiz o'rtaq paranglashdik balkim avtobusdan ichida u xonim ham olgan bo'lishi mumkin men telefon urgan chog'da oldim uning uyiga borgan chog'da o'zimiz bilamiz hammamiz o'zimiznikini qilishni bu yerdagi mehribon niyoz shu ayol bilan bo'lgan ish bu xonim bilan tugadi chiroyli bir temada gaplashganda bo'ladigan ishni qildik asli bular berib kelamdi travel dokumentlar boramdi yoki satamdi yamdi ichamdi bu o'zlarining ishlabdi allohga javobini vaqt soatgancha hukumatga javobini o'zlari beradi ammo ba'zi bir yerlarga tutash bo'lganlik uchun mening qattiq qo'saq ko'pigim bo'lg'achqa to'xtamadim shuning bilan hozir o'zi kelib nimaga ashtaq qilganligimni o'zimni tushundi keyin o'zimni his qildi bildi shuning bilan men bu kallasdan bir qator o'tkazib qo'ydim rost ukam men shunday qilatdim sizning o'rningizda bo'lganimsa sizningki haq lekin meni qaytib olmagan bo'lsangiz degandan keyin bo'ldi shunday chiroyli gapirsa bo'ladigan ish bu unday bo'lsa sizningki ishingiz bu yoqda tutib tursin deb qildim ketirgan chog'da bundan keyin ukam bunday to'rlarga rasmlarni choplanib bundan keyin chiqib qolmasin dedi men bo'ladi dedim ketdim bu xonim bilan bo'lgan bu yerdagi bu ishniki oxirlashdi buni endi men deb qo'yay dedim o'zigim dedim shu chog'da shu vaqtida men naqmaydan cho'qim deb qo'yishim kerak dedim chunki bu narsalar bo'layotgan narsalar hammasi isbotliq bu zil zavirlik ishlarchu vaqt soati kelgan chog'da cho'ng narsaga taqishadigan shuning uchun bo'lgan ishni ham qo'limda ep mengishim kerak ham to'r maydonda deb mengishim kerak bir kun olmay bir kuni o'zi asqatirgan ishlar hamda mayada bir uyg'ur biz to'pidan ilingan bir ovozga bu bizning shvetsiyadagi Behram Tursunninki hadisninki ovoziga men bir qo'yib beray sizlar bir anglab beqinglar undan keyin men mushu temaga kiray assalomu alaykum uyg'ur biz to'pidagi barliq qarindoshlar qanday ahvolinglar yaxshimi yaxshi turamsizlar men uyg'ur biz to'piga Behram Tursun hoca to'g'risida bir narsalar yo'llanibdi tug'liq Hamid degan bola bilan ikkisininki
o'tiristik azroq problemlar yo'llanib qolibdi. Buni yaxshisi qarindoshlar yo'llamanglar. Endi buni yo'llamanglar deyishimdagi sabab bu topda endi yaxshi niyatli insonlar bor, yomon niyatli insonlar bor. Buningda endi o'xshash bir bo'ptilar, bir yaxshi bo'lib ketsin. Ma ishlarning hammasi tuzilib ketsin deydigan insonlar yo'q. Endi til anglagan tarafning hammasining qo'saq ko'piki bo'ladi. Masalan, buning ichida tilahanat anglagan cho'nglar bor, har xil tipdagi odamlar bor, masalan, tashkilotlar bor. Endi uni nima sababdan uni biz bilmaymiz. Sababsiz til anglayotganlar bor. Buning ichida mening inim bor ekan. Bu Bahram Tursungacha mening inim bo'ladi. Shuning uchun til ahanat anglagandan keyin har qanday odamning qo'saq ko'piki bo'ladi albatta. Meni nimishki bekordan tillaysan deb. Albatta bo'ladi. Buning ichidagi bu topdagi insonlar tushunmaydi. Ya'ni hozirgi vaqtda zaman zo'rning tomosha ko'rning bo'lib qoldi-ku. Bu hammasi qiyomatning alomatlari. Yaxshi narsalar bo'lsa topga tashlanglar qarindoshlar. Yomon narsalar bo'lsa tashlamanglar. Bu topning ichilish vaqtidami, topni oshqa vaqtidami siyosat o'rganimiz, yaxshi narsalarni tashlaymiz, yaxshi mazmunlarni o'rganimiz degan bu. Unda bo'lgandan keyin mushu xalqning oilasiga, xalqning turmushiga, xalqning bir jidal majrosiga munosabatli narsani sizlar tashlamanglar bu toplarga. Onun için anın gipini manınga, manın gipini anınga götkümenglar. Yılki bazı takva olup gididikensizler. Keyni dilla anın gipini manınga, manın gipini anınga toşuyidikensizler. Birыңlar çamga aklagan dep aklayidikensizler. Onda bir adamdek bulunla taşlamanglar xalqning bir nimalarini bu topqa. Jüvitinglar. Ama hacıkam endi ma topning admini mani tashlabdi. Endi hacıkam qandalımsın bu 70 kirgan odam. Bekardan behuda tilanglaganlik uchun tashlabdi. Mala yosh. Ma balla qon qiziqida birisi birini qilib qo'ysa, ma chet elda ma qo'ytini buni tasavvur qilg'ida bo'lmaydi. Tomosh ko'rib o'tdamasdan hammanglar adminlar jüvitinglar. Kim tashlagan bo'lsa bu gap tashlavatgan mesela manıga açkan hazır görüptüğü. Moşunu tashlavatganlar. Burnunlarga yemedinglar mı? Moş cidden macra xapılıqlardan. Burnunlarga yemedinglar mı? Toplardan çıqırıp yitildinglar. Moşta onu evettin, bunu evettin, xalqning ishiga aralashtin de. Onda narsalarni tashlamanglar toplarga. Bular o'zlari chiqishib oladi, o'zlari paranglashib oladi. Nima qilsizlar tashlab? Hiç kim kallanlar, işiltanlar, kılıda iş tügep kaldı mı sizlerge? Bu ne? Bahram Tursun'unki, Şvetsiyadagi, Norvegiyadagi menimcha eng cho'ng adisi go deyman. Fatima xonim degan gap qo'y deyman. Nimaga tillanyapti, nima qilyapti, uni biz bilmaymiz emas. Sizlar bilasizlar meni. Ben bu temaga siz bilan jiqib tushuntirishimning hojati yo'q. Siz meniki bir narsam emas dang. Siz aralashsangiz ma ishqa. Fatima xonim, ma bu marhaba bilan ixlosning ovozi emas bu. Cho'ngiz siz deb o'yildim. Aralashsangiz siz hudusdan chiqalsangiz ma ishninki aralashing. Bo'lmasa aralashmang. Tushundingizmi? Bu bir. Endi qarindoshlar, men sayohatga chiqayotgan vaqtimda Mishada 24-yillardan boshlab 28-yillargacha Dunyo Uyg'ur qurultayininki bayonotchi raisi Dolqin Aysa kelgan chaqda sotqi borimiz, saqchiga borimiz, jur ayaga borimiz, meya borimiz, men tayyoq qo'ydim desam kamidi, og'zimni buzib tilladim. 29-yillar tugidi u ish. 29-30 men 2 kun Shvetsiyada bo'ldim, bir chiqatdim sayohatga. Chiqib Gollandiyaga berib, akamning uyiga berib, o'ynab, uni buni qilib qivasan. Bahram Tursun u kuni men boshqa kuni akamninkida emasdim, boshqa bir yerda
o'ynab boshqa bir yerda qilib qolgandim og'aylarimning endi atdiganda telefon qilibdi mishta Bakram tursin sanga mishda nima qilibdi nahmayda ichibdi gaqibdi deb shuning bilan men kompyuterchi bolalarga dedimda anikin darhol tushirib edinglar buni juvitdi dedim tushiryapti keyin anglab chiqdim bu menikini anglamaydi-ki Bakram tursin meni ikkimiz bir-birimizni qarg'a tiqavatdik deydi men seni qarg'a tiqmadim sen meni tiqavatding men seni tiqmadim sen meni qardan chiqaraversang turadi anandan keyin qarsam mundaq bir abzaslar bor ekan buning ichida Bakram tursin ota-onangni men xayli qilmadim isboting bormi sen meni dinlar bilan qo'shib tillading men unamayman debsa dinlarni tataydamdim arpaydamdim vangpaydamdim nima desam dinlar o'zi javob beradi bu dinlar sening homiyligingdagi sening balang emas sen uning ustidan chiqib gaqiladigan o Dilrayhan deganing dinlar deganing Xitoymi Uyg'urmi biz obdan bilamiz turqidillam ko'rvag'ini bo'ladi ayni vaqt ama 2020-2019 yılda Trump hükümeti Amerika başçılıkdagilar Shvetsiya hatta G'arb hükümeti Kunzi Şuyanni Xitoyninki jasuslik organi deb taqagan. Sening shu dinlardan Şuyan o'qishlarni bitdagan. Shundaq miyib holat bilan chiqib Malayziyalarda o'qib, jiluzdim nadin. Chiqib shu holatda bugungi kunlikda Uyg'ur davosining uchun biz yo'qdi, burun tonimaydik. Yaqinda paydo bo'ldinglar. Senmi shu? Bakram tursin. Ruxsatingni olding, Shvetsiyada kichik shaharda tuding, keyin Xitoyga berib kelding, tuyuqsizlam yo'llar taqilib inim solandi, akam solandi 500 ming bilan chiqarib oldim debsen. Uningdiki sen bu 2018-2019dan keyin 400 da rasmiy aktivist bo'lishqa Shvetsiya Uyg'ur birlikka kirib ishildan yaqinda. Uningdiki sen nima deb shuni oldirib shu ishlarni qilmaysan? Ha? Sen nima deb shuni oldirib shu ishlarni qilmaysan? Sen menga undidarda nimalarni degandan, ela g'ulja deganlar. Ya fikam aralashma, pulingni tap unda. Sen nima uchun aralashib qolding shu bugungi kunlikka kelgan chaqda? Ben sana telefon qilib so'ragan chaqda sen meni bizni bilamlikka so'ramasam, "Ya fikam seni qilg'ashing azma" deb o'ngan sen. Tushundingmi? Shvetsiya hukumatini tutish buyruqlarini chiqargan-ku seni to'ngjiliklarni. Ayni vaqtida ko'chmalar darsak shuni berding-ku. Shu narsalarni berib men bosam bo'lmaydi degan odam oq yo'ldan Norvegiyaga mashinalar kirib, Norvegiyadan Moskvaga berib, Moskvadan Qozog'iston orqali 3-4 qitim kirib chiqdim bir yilning ichida. 3-4 qitim kirib chiqdim. Onundan keyin birinchi qitim kirgan chaqindilar. O chaqda texi atalmış Abnum rayonninki sekretari Chang Chunshan bor vaqtda. Chunchonko kambaga vaqtda. Sen keplan bir haftadan keyin bizning uydagilar chaqirtildi, men yerga necha g'uljiliklarninki uyiga problem bo'ldi. Biz bilamiz. Tushundingmi? Uning oldida Yarmamat Abdukerim Shvetsiyadan ayoli Hanifa xonim, mening Urumchilik og'aylarim, Qumulliq og'aylarim, boshqa davlatga og'aylarim berib kelgan chaqda meningki oilamga hech qanday ishonmagan. Emini sen bilan berib kelgan chaqda bo'ldi. Sen bilan ikkimiz nima deb beshit so'qishib qolgan sen bilasan-ku uni. Men sana nima degandim shu chaqda? Sen o'zing obdan bilasan. Sening ota-onang hech qanday hukumat organida ishlamaydi, hech qanday bir diplomatiya nimasi, hech qanday bir nimiz yo'q, madaniyat saviyasi yo'q, hech qanday bir Xitoyda ishlamagan, bir jugan dadang bir to'mirchilik qilib, mashkanaymi do'pi tikib qo'ygan bir o'zbekniki push deysan. Akang Anvar O'zbek burun vaqtlarda 90-yillar Shinjunda uyga ishlagan. Nimaning oldidagi O'rinbaq deb qo'ymiz, keyin Guangchang qilib aytib, shuni oldidagi shaharlik hukumat, shaharlik saqchininki. Uningdan keyin akangning ishlarini sen demasanmi bilasan? Munofiqlik ishlarini o akang endi ila Xalmuratga Gobav dikilarlarni qo'lji vaqasdagi daydiki ballani nima qilgan lo'shang daydiki uni bilasan. Sening butun oila jamoating mush Yevropada, Amerikada, Avstraliyada bor, Kanadada bor, Minavar degan cho'shq kuchki Abduvahab, Abdurayt, Abduvahhabmi o'kin azasan kelma tutdi Abdurayt chiqim. Bular bor, Norvegiyada Maraba adang bor, Ixlos adang bor, Fatima adang bor, Turkiyada tuqqanlaring bor, butun Avstriyadan tortib, Germaniyadan tortib butun tuqqanlaring bor.
Sen oturlukta Norvegiya, Şvetsiyada Norvegiyaga go'sht kirib, go'sht setib shuding, azan go'sht setib puchur deganni toza olding. Sen men sana deb qo'yay Bekram Tursun. Men sana MTT emas degina. Men xil bir ishdan ufqchiligim bor. Sen boshqalarni döt ko'rgan bo'lsang, meni döt ko'rma, men sana deb qo'yay. Sen bilan endi biz ikkimiz jang maydoniga endi kirdik-ku. Sen bilan bu ish tugamadi. İşen ben sana sen sarangı koçurang ta'tir kiyizib chiqib etmay beshang ularni tuqqanlaring bilan. Shundan bilan sen bag'anniki musha ahvollar bo'ldi. Sen sattın. Sen uyga bag'anniki sattın. Sen satadiganning balasi. Sen opang dadang munofiq seninki. Tushundingmi? Sening opang dadang munofiq bo'lmasa, Polshada hech qanday Uyg'ur yo'q, ikkala Uyg'urning pasportini akatgan kelamdi. Senin apang dadang munofiq olmasa Norvegiyaga bemalol kelamdi. Nima senin apang dadang haramga beribdi, solanmaydi, Norvegiyaga keldi, solanmaydi, Turkiyaga keldi, solanmaydi, Germaniyaga keldi, solanmaydi. Chunki bovoy momayni mana Yevropaning ko'zining qirig'i tushmaydi deb Xitoy sag'an butun uchurni akiladi. Unda Xitoyga uchurni unda mukammal to'shimasa, mumkin emas o 60-70 yoshlik o bovoy momayni hergiz Xitoy Yevropaga uyoq bu yoqqa bu ishlamasa oningki bizning ota-onamiz hukumatda ishlab yurib, dadimiz bir umr ishlab turib, pensiyaga chiqib aron degan chog'da shunchalik pokiz o'tgan odamlar turib, bir Turkiyaga 2 haftalik sayohatga shunchalik tasdiq kelib ketadi. Sening ota-onang 2016gacha, 15gacha sizlar ba'dan boshlab to'xtamay kelib ketadi. Shundami? Bu shundaq. Shuning uchun sen bag'anligi men seni tilladim. Sen bu meni tillading. Qanday tillading desam, sen meni o'tgan Shvetsiya saqchi punkti bo'lgan chaqda, o Shvetsiyada mo saqchi punkti tutilibdi. Xitoy qavotayotgan ishlarni tutib olarmikin? Bir kuni ashlar bilan aloqasi bormikin deb meni ismim chiqarmam bilan men qarab bezdim. Shunami emasmi? Chunki dunyo Uyg'ur qurultiyiga va yoki munofiqlar qarshi chiqayotgan birdan-bir to'liq hamidmanman. Akan qarag'ay mana shirdak o'tirdi. İkincisi, öykünü Dünya Uyg'ur qurultiyining yosh bolalarni tarbiyalaydigan kelgan chog'da Norvegiyaga bir Turkiyadan kelgan birisi bor. Shukranma, Pokranma. Shuningki tegiga yezibsa. Parlamentni biz nim qilgandik, Xitoyni beyaram qilayotgandik, Xitoy ishtini qo'yib deb. Men Xitoyning ishtimi, sen Xitoyning ishtimi? Sening isboting bormi mening Xitoyning ishti ekanligim to'g'risida? Ben seni davatım, sen beni davatsan, sen nima deb sotqı tatmaysan meni hamsa. Sotqı barsam barmaydi ki deyse, ammaydi ki deyse. Sot, Angliyadagi 500 ming bergan advokatni ishlatib tassan bo'ldi. Ajoyib kuchli yomon advokatga jumi. Men endi unda advokatlarni ko'rib baxmagandim, 500 ming beribsa, u advokat akanglar ukangni teshig'i chiqarib qo'yibdi. Shundami? Xitoyning ichki ishlariga aralashib, ashta qila oladigan bo'lsa, maşallah, yaman advokatga, o advokatni mi uqib chiqamiz o aldirmay. Şu advokatning narsalarni bizga bir chaplab qo'ysang, bizim bir ko'rishib, sen 500 ming bergan bo'lsang, bizim bir so'rab baqaylik şu advokatdan. Bekram Tursun 500 ming berib uydagilarni. Ey, kimangni ahmoq qilsa va, kimangni soz qilsa? Ey, Kanadaning diplomatlarini tutib olgandi, Xitoy mingmancha bilan tegishtirdi, Huawei'ninki, Rinjinfeining qizi bilan. Tushundingmi? Yaponning diplomatlarini tutib oldi, Kanadaning diplomatlarini, Amerikaning diplomatlarini tutib oldi. Kelishim bilan odam almashtiryapti. Sen kimani paypoq qilsa, Sen o'sha tungjiling chiqargan odam pasport olgandan keyin bemalol berib kela olamda, bir nimani satmasa, bir nimani demasa, men senga deb qo'yay, qara, har qanday yerdan kelgan bola, har qanday yerdan kelganni g'ulji tarafninkini g'uljining so'raydi. Örümçininkini örümçinin so'raydi, qumulninkini qumulniki so'raydi. Aralashtirib so'rashinimi balkim bo'lishim mumkin, lekin men senga deb qo'yay, qara. Sen bir yilning ichida 2-3 qitim petig'dilib kirib chiqib, ashada nimalar qilganini o'zing bilasan. Men seninki, sen meningki Togo'ga Haymeti degan ism familiyamninki besilishini qanday bilasan? Mening pasportimdagi ismimning besilishini, balkim Tug'liq Hamid deb besilish mumkin. Sen meningki necha qitim ism familiyamni besib, ashning ichidagi dokumentlarimni ko'midingmi? Bu shun dajoyanga chiqqan narsalarni sen tushirib olib bermadingmi yo'qpan bilan? Sen qachon mening peyimga tushgini? Sen
Okallardaki adresimga barding, Tumbadagi adresimga barding, sen meningki şu isim familiyamning qanday yozilganini sen qanday bilasan? Sana yana bir savolni qo'yay. Qaysi saqchi sanga Tug'uluq Hamidninki 26 turlik delosi bor dedi. Yevropaning saqchilari mumkin emas sen unda gapni qilmaydi. Mumkin emas sen unda gapni qilmaydi. Sen qip-qizil yog'an gap qilding. Cho'shqi kuchga meni angla. Sen deding videoda qurol setib oldim. Turkiyaga kel, Turkiyada seni ojuqtirma yoki Turkiya shu yerda deyishimiz. Mingdan is chiqarib etma, 500 ming bilan ani chiqadim, mani chiqadim. Onundaki 26 turlik deloring var ki. Ya 26 turlik delosi var adamni Yevropada saqchilar işte erkin azada oynab yurishga qo'yib etamda. Qaysi 26 turlik deloring var ki meninki? Saqchi sanga hergiz undaq gapni qilmaydi. Mening 26 turlik delosi var, mening Yevropaning saqchilari sendan faqat sendan so'raydi, tizimlaydi. Menden ayrım so'raydi, tizimlaydi. O'tirliqda Shvetsiyada yana bir akimiz o'tirg'i chiqibdi. Men ishqinglarni tutib saqchixon bor. Bu yerda ishkimizni tutib saqchixonga berish bo'lmaslik masalasi emas. Agar menda bir problem bo'lsa, saqchida tashrif shunda ham sizlar opamsanglar meni akitdi allaqachon. Sen jamoatning oldida mangdan is chiqarmay qurol setib oldim degandan sen erkak bo'lsang, endi is chiqa. Biz sening o'zbeklaringning ishiga aralashmaganki, sen bu Uyg'ur davosiga aralashma, tushundingmi? Akangna kirib ketgan chaqda, inangna kirib ketgan chaqda marabadan chiqdi, qo'lyog'ini qutqaring deb, "Mama uyga chiqinglar menga." Kirib ketsa, o'zbekning iniga borasa, Uyg'urni satadigan chaqda Xitoyning iniga borasa. Adamı depti o ana Behram Hoca dep. Sizler şu Abba Hoca'nın avlatları şu. Hoca avlatları sizler. Özbekistan'a patmay şu Uygur'a çıkıp şu Uygur'unu setip yegen. O bölüdü o emmesi sen hakne. O tağılarının oblast sakçılıkını, Enver Özbek akanın pasportçılıkını, kanca adamını koyğını, bütün ağaçlarının ben ağaçlarının işine kirmeyeceğim. Ayal kişinin şimdi kalp gidip kan kusu etip kalmışsın. Yerinin ki küdü köpüsülen selevatkenini ben meynatçılıklarga kirmeyeceğim. Kandak bulgangan aile sen münafıklar. O donunun beşi tursa. 8 münafık. Ananıkene Abduvahab degen man anla. Sen mi münafık Amerika'daki düşendin mi? Taksici, salamçı. Kızının ne meynatçıları var ben sana deyip koyayım. Hemen bir taldım deymen. Sen mi özün çıtık namus kılmaydık anatı öldürüp etme degene yürek bir kesipse. Abdurrahab degen Latıgoy nimişki hazırgıça Amerika'da ruhsat alanmadı. Abdurrahab degen hazırgıça ruhsat yok eski uyda oturdu ki. Nimişki alanmadı. Xalqning resimlerini oblast saqchiga selib etkendi. Amerika kemakchi o'g'a ayirliklarnikini shundan ular Rabia Qadirga borgandan Rabia Qadir FBI'ga chiqib etgan. FBI'ga degandan keyin alamayotgandi shuni qog'ozni 20 yil bo'ldi oldikayni. Iliq mashrab programmasi Shoyshan tatadigan. O sen xalqning naga olsang uchur o'g'irlaysa, Shoyshan qolsa, rasm qolsa, yoga inqilobchi xalqning ichiga kirsa, Denlor deganning yinaga turib olib sancho qara Bakram burun sen Facebook'da olib tuzak o'ynamaydigan hozir sen yomon aktiv bo'lib ketding qara yozadigan bo'lsang, barmoq o'ynaydigan bo'lsang, sen shuning oldida qisangimamda namoyish shunda bo'lsa, Sen u Xitoyga berib kelgan odam, agarda ishlasak uni jimjo unda qil, munda qilib menga vechati tarbiya qilgan odam quvon qisib davo qilmasang umamda unda bo'lsa. Sening davo qilib qilishingga nima sabab cho'p qoldi unda bo'lsa? O dinlerini tataydamdım, erpaydamdım, nemi desem, öz mavtaydamdım, nemi desem özümden aşı. Ben tataydigan bolsam, berip qanni təşhürtüb, genni təşhürtüb, diyanaylarını əkəb, mən tatayamazdım, mən tataydigan tərəf üstündə arzu qılsın. O təşhür şu tatay çıxıdı şu. Tatay olmaq, 8-ci yıllar çox qara. Xitayla aylıq bir balları meyib tıqılıb qalsa, əxlatdığını təşhür etdi. Şundal bir əxlatdığını bir qoyduğundan bir tatay o. Uygur'un esiyatını oynaşca qaysı bir meyib Xitay çətalda oquşdu jürübdü. Qandaq bir meyib çətalga çıxalaydı. Muşnandaq bir narsa chiqib ko'ngilsizlarni o'qib, men tarbiyalanib kelib Uyg'urni MTT qilib jumamda. Ro'shanda paskini maynatlarni endi jumamda ana. Dunyo Uyg'ur qurultayini jumamda. Voy, maqaytam Fransiyaga bordim, mushunda gap ey, Dilnur to'g'riliq ey.
Bütün xalqning ishini buzayotgan, institutda qurib elib, pul elib uyaberni. Qani institut? Mong'uloq Atlanningscha Urumchida 4-5 sinfi bor, german tili sinfi, xitoy tili sinfi, matematik sinfi. Voy, buning bu kayniga kitob jazini tuzib elib, institut desam, institut olib ketamda. Men fikir qilish erkinligim bor, sen to'sib qolmaysan, uni men sana deb qo'yay. Sening mening fikir qilish erkinligimni to'sib qolmaysan. Sen meni Xitoyning odami, voy Xitoy bog'loqdan bo'shatdi, unda qilib desang bo'ladi. Men seni chiqib desam, bir nima ushqiliq qilib, ili masjidga berib olsa, ili cho'nglarning borsa, cho'ng dadamning berib ekansa, cho'ng dadam menga telefon qildi. Ishkonlarni yarashtirib qo'y deb. Men dedim, bu yarashmaslik masalasi emas dedim. Mashundaq sot qilib dedim. Bo'pti, unda bo'lsa siz urush tapmang, sot qilib olsin dedi. Abdunaman akashini beribse, shiqlab. Nijat turg'unni mushta yog'on guvohlik berdi debsa. Masjidda debdi-ku, sen deding-ku shuni deb. Yo'q, sen bularning oldiga masjidga islamay, sotqi ba 500 ming xashlab ilqi Xitoyning ichidagi tuqqanlarini ochib qolgan bo'lgandan keyin shu advokatning barsang, Vatikanni chiqarib yetadi. Tushundingmi? Aningdan keyin biz rasmiy razvedkalarni tutib, ko'chmanlar idorasining ichidan tatib ko'lab, vechatlarimizni bir-birimizga degan gaplarni tatib ko'lab, sen xotirjam bo'lchimi? Sen jivatgan bilan yoki misol uchun men jivatgan bilan malanikida batapqini bo'ladi. Tushundingmi? Sen meshaning to'g'rini ishiltib Google'ga kirib, mening ismim, familiyamni besib qo'ygandan keyin qaysi vaqtida bosding, qaysi vaqtda nima qilding, nima hujjatni tushading, nima sen texnik istixborot nimalarga bak kamchilkansan. Shu chaqda kelgan chaqda saqchi hammani aniqlab topadi. Tushundingmi? Men texi va seningki texi bir narsanga kirib, adresingga, yana bir narsaga qiziqib baxmadim. Tushundingmi? Sen kelgandan hozirg'o menga yiqilishamay. Birinchi qatam marabadangni sep baxding. Undan keyin tennislarga gap baxding, mishit qariniki deb o'p kesib yeymiz deb. Marabadangni sep baxding. Nimishki zodi sotqa chiqolmaysan? Saqchi nima deb qabul qilmaydi seninkini? Saqchi qabul qilmabdi, qilmaydi-ku debsa. Saqchi nima uchun qabul qilmaydi? Qabul qilmaydigan yeri bordi balki. Tashkirlash bosqichidagi deloni qabul qilmaslik mumkin-ku, bakam tursin. Agar bakarak teziltma desang, advokat tut. Advokat tutib, application yozib, bütün narsalarni qilib qilsang, o'ltirma degan videoronga menga chiqirma deganga, Nuri Tulki yurak beribdi-ku, menda qo'rqib. Nuri Tulkini advokat tutdik. Nuri Tulki sen bir yetim o'g'loq degina qara, Abdat Abdurishitning yetim xonnim darlitamdan beqvogan ota-onaning tayini bilan to'qdan chiqqan narsa degina sen mansubiyatingni Amerikaga tayyorlagan hech bir Uyg'urga emas. Sen cho'shqining kuchiga sana Qozog'istonda ton kiydirib ketdi. Va Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlar sizlar endi bilamsizlar, bilmadim. Mushu Nuri Tulki ton kiydirib, mushuni ashta kutgan bo'lsanglar, sizlarmi mushu munofiqni endi bo'lsanglar, shu munofiq bo'lasizlar degan gap. O'shqallarni vaqtida yig'ilinglar, o qahramonning apandim degandan keyin kirib, yana bir nimdan keyin kirib, uni ton kiydirib ketmasanglar, o Xitoyga yerim mansubiyati, Xitoyga yerim mansubiyati Amerikaga tava odam. U hech qachon Uyg'ur uchun yaxshilik ishmi qilib baxmadi, ham qilmaydi. Nuri Tulki sen o Bekram Tursun menga ish chiqib yetmadi, xo'shcha yuraklar deganni berib, men Norvegiyaliklik Ali Poda sening kuyovingning qizingning ishiga men kirmay o'lib ketib qolma, endi o'tganda maydonga shu bir tepganda kaptan shikkini qilgandim, qilib qolgandim. Maqitim shu sal ichinglarga qarsam yuraklarni berib ketibsa, yuraklarni berishdan burun kuyovingni Xitoyni to'shib mashina haydab qiladigan ishlar boshlanish oldidagi rasmlarni chiqarib, qizingni chiqib chaplab, tillab qilsam, o'lib qolsa degina. Hayotingda demagan gaplarni hayotingdagi hammamizning tarixi bor-ku, yosh vaqtidagi balaringning tarixini, qizlaringning rasvochiliklarni ichivatsam, o chaqda nima bo'lganini o'zing bilasan-ku. Meningcha 2 oylik buzilib ketib qolmasa yana Ali Podaq sangamo men nimada Ali Sesiq Paypaq. O'zingning laqimi shu-ku, Allimni tursin qo'yib qo'ygan. Shuningga o'xshash. Endi yana bir masala. Bu yerdagi Nuri Tulki. Sening eningni Bilalloji urib valaqshaligini chiqaryapti. Sen nima ish qilib beralding? Sotga kirib kinishkangni chiqarib tikansa, shartli chiqarib. Men degan Amerikaning davlat organida debdiki, ashadagi sotchilar nima dedi? Sening bu yerda xizmat salohiyating deydigan o'rning yo'q deb. Eng oxirida qanday qila olding?
Hech qanday qilolmading. Bilal İbrahim Türkistan'ın akımızın köşmeler idarəçilik işi sal keçikdi. Zaten 20 yıl keçikibdi ki. Yani 3 yıl keçikse işten bo'lmaydi. Haqiqat amın haqiqat oldu. Yegen bo'ldi. Sizlar nima qila oldinglar? Sen nima qila olding? Ufqingni shu holiga tushsinmi? Nima qila olding? Hech nima qila olmading. O Behram Tursun'un meni hech nima qila olmaydi, tushundingmi? Mening mingamdan emas. Menda tak itib chekidigansan, men tüydün kesib tashitman. Nuri Tulkaman deb qo'yay. Aşı Behram Tursun'a yurak berganlar, shuni qo'llaganlar. Endi danglar onunğa. Yo, ish chiqamamsa bizni sizlarchu lataramdan bo'lganlar bo'lasizlar. Ashunga yurak berganning qo'l berganninki har qandig'i endi Behramning yaxshisi esinglar. Tug'liq oldinga chiqibdi. Endi ish chiqara menga berib, sen bo'lmasa bizni lat qilsa deb. Bo'lmasa qarindoshlar, o'zinglar ko'rdinglar, ha? Anınğa vaqtida danglar berib mengamdan ish chiqarsin. Endi qag'inni Şvesiya hükümeti, saqchi hükümeti olamdı, qaysi sot bolamdı. Men vaqt saat kelgan chaqda qog'ozni Facebook'ka tarjima qilib chaplabdi qo'yma. Kim kimga pul to'ladi, kim jinoyat o'tkazdi, kim oq qora, kim qora. Buningki endi men faqatlam Behram Tursun'ninki mengamdan ish chiqarib etishni kutib o'tiraman. Chunki tildan gap chiqishlik orliqda biz tilni boshqaramiz. Gapni boshqaramiz. Gap chiqib bo'lgandan keyin gap seni boshqaradi deydigan gap bor. Qani unda bo'lsa ta'tir sanaqni men boshlab beray. 3 kungacha ish chiqarmay deb ekansiz. Behram Tursun efendim nereden ish chiqarsiz men bir ko'rib baqay. Biz ish chiqarsak bo'ladi. Men qarab turib berman sizga. Sizningki ish chiqarishingizni men kutib o'tiraman. Men sana deb qo'yay Behram. Ben sana adamın eremasligini men sana undal deb qo'ya qara. Sayla qo mening şirketlerim bor 500 ming, sening 500 ming emas 50 so'm pulni xajlaydiganim emasligini sen. Qo'ng'altaqni Türkiye Turkiyada shu bilamiz-ku biz seninki nima ish qilib shuningni. Tushundingmi? Ba'zi xonimlarninki, ba'zilarininki iltimos bilan bizni demay tursangiz deganligi uchungilam biz gapni ularnikidan chiqib biz bilamiz sening ustingdan nima shikoyat, nerdan keldi, qayerdan keldi biz hamma bilamiz. Onda bo'lgandan keyin qara, qo'ng'angda liqpo qo'ygandan keyin sotqi bor. Sot hal qiladi. Nima qilsa jamoatni var. Jamoatmi aralashmaydigan bo'ldi-ku. Jamoatni aralashmaydigan bo'ldiganda to'g'ri yozdingmi, yozmadingmi? Nima men kelsam-da dunyo yuqori qurultiyining podaqlarini ko'tarib boshqa temalarga chiqib yo'qolib ketibsan-ku. Qanayliqi men chiqatganlikka shir alpozang iliqi go'krab qilganim. O videonimchi qara naq maydon qilmabsa, uni men necha yerdan kesib choplab qilibsa, necha yerda uzilib ketdi, ko'zlaring yashang'irab, qo'qab, ko'zaklarni taqib olibsa, qo'rqmaydigan odam shunda oldiga chiqib naq maydon qildi. Allah munofiqni jo'ltibdi deb seni bir jo'ltibdi. Qurol setib oldim, menga ish chiqib etma deb Allah seni oldimga bir akab beribdi. Endi sen ish chiqamsan bo'lmaydi, chunki sen degan bo'lgandan keyin, chunki sen 3 balam bor debsa, 3 balani ham ikki tizimga tayinib belini chınglab turib xotinni vas urib tapqan bo'lgandan keyin ani qilalaysa, meni qilmasang bo'lmas. Yoki unda bo'lsa, seninki og'zingdagi o narsang bo'lmasa cho'qim bo'lmaydi. Ish chiqarmaydigandan keyin ish chiqarish kerak. Biz tayyor, men qo'rqmay turib yuratma, ish chiqa mana deb sana turpagan bo'lgandan keyin sen cho'qim ish chiqarishing kerak. Sen dedim endi buni. Mening og'zimdan chiqmaydi, sening og'zingdan chiqdi. Sen har qachon menga tahdid qilib kelyapsan. Men sana tahdid qilib boqmadim. Xitoyga bordim, oilam texi fikam otaning raskir ketganimiz pul to'lab chiqqan. O men pul to'lab chiqaramdim, namoyish qilib chiqaramdim. Bizning parlamentning oldidagi namoyishning natijasini ko'rgansan, olib chiqarsam saqapandim bilan qilgan o'zimdan beri. Ashundan natijasini chiqaramiz biz. Torbatlarga chaplig'imiz, Xitoyning nervisiga tegimiz. Toza. Ko'rgansan, sen qo'llayotgan dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysaning oldindagi Naning bayrog'i, Shinjongning bayrog'i deb o'tag'in. Bizning xabarlarimiz ko'rgansan, Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik yalan aniqligi. Tushundingmi? Sen berib kelgan odam senga deb berdi, kimni qo'llaydiganingni, kimni qo'llamaydiganingni. Sen meni xoin deyishdan burun avval o'zingni ishdan deyishib, qo'ng'angni bak pokiz atmasang, po'qchab tushib qoldi-ku, ko'sirong'a men ashdan natijasini ko'rgan tug'an chaqda. Sop seri xo'p qoldi-ku, o'zingninki qarab baq başta.
Xitoyga kirib chiqqan odam sen meni emas, tushundingmi? Tushundingmi? Veşillerimizni, WhatsApp'larimizni, bütün narsalarimizni tekshirsa, bank kartlarimizni sening birdamning ichidan Almatıda göçtü günün vattı. Hem şu sekep taksi şirketi, hem bunu kılış asan oldu. Üymeli şirketler olup gitti. Asan senin iş kıpındaki işlerin. Biz mi Xitay için işleyemsak, bizden mi asan olup gitti? Bizden mi cinkala olup gitti? Biz mi Belarus'a verip Goğan boydik adamlar bilen görüşüp gitti? Sen yantıqı arlaşmayma bu iş kabul edip. Seni aldığı çıkan adam Roşan Abbas, düşündün mü? Ben bilmem kimlikini. Düşündün? Seni aldığı çıkan adam Roşan Abbas şunun için sen dünyayı yuqur qılıp bilen deşat reishniki kirmeyme dep turib o'tibatan qilgan bilan seni aldığı çıkan adam Roşan Abbas. Roşan Abbas dedi sen men Tug'luq Hamidni sotqi verdim, sotqi tatilgan bo'ldim. Sen meni sotqi tatilmadingmi? Ko'sirongning jipin chingara tatay rasva xotin. Bu sening İştallarının boşluğundan mağdamda bir çıkıp getir. Sanatörlüğüne kırsan sanatörlüğüne gırtlık çıkıp getidu. Karvatga çıksan ablekimliğin de çıkıp git. Ablekimde bir yok adamga internet çıkıp getidu. Avağımı çıkıp getidu senin iştinden. Sen meni sotqi tatmadingmi ey Roşan Abbas? Sen iştinden ki ma'u nimesini ching tat. Shu sen uchun eng yaxshi ish. Sotqi tatsang tamamen bo'ladi. Rishad Abbas mı tatsun? Sen mi tat? Nicat Abbas mı tatsın? Kim tatsı buluyordu? Ben Dilyarlarla paranlaşıp koydum. O mu hoşup gitti senin sotuk tatqınını bilip. Ay ben mi kip aşağıda türmeyin de hatırlayacağım bol deydi. Ol sloganını qanday vayron qildim. Senin sotuk tutgan qog'ozingni biz elib birinchi uradigan nuqta enedi. Senin rasvochiliklaring, xoinliqing, bozuqchiliging sen senin yalang'och nomussiz videolaring menda bor, Xitoyning qo'li yo'qmi? Xitoyning qo'lidami? Albatta bor. Seni Xitoy ishiltiyotidu o'zimdan beri. Sen men Amerika hukumati uchun yaxshi bir operatsiyani qilib berdim. FBI olamdi, CIA olamdi. Amerikaning ichidagi 16 istixborot organi uchun yaxshi bir narsani qilib berdim. Qolgan ishlarni, qolgan maynachiliklarni qani Trump hukumati qaytib kelgan chaqda ya bo'lmasa Cumhuriyetçiler Amerika huquqini olgan chaqda, o'ngchillar chiqqan chaqda qolgan ishlarni ko'mamdiq. Meningcha u chaqda Tug'luq Abdurazzoq apandimni qaytib ketib haqiqatlarni ichib qildi deb o'ylayman. Yaras manda bir nuqta qarindoshlar. O'tganda bizning mushta Dolqin Aysalarni, uni buni men bir necha yil uchrab qolsam, siz g'uljiliklaringizni ayaydi ekansiz, tillamadingiz. Mushta surgun hukumatning ishlarida mushta Tug'luq Abdurazzoqlar, İlyas Shamshidullah mushta Nurgul Saudlar bilan bir ish qilibdi-ki, asli ularga qattiq gap qilishingiz kerakdi deb men bunda gap qilganlar bo'ldi-ku. Gap qilganlar bo'lganda men javobni ishda chiroyli qaytardim. Men qaytargan javobimni deb beray. To'g'ri. Surgun hukumatning ichida men bilmayman. Men endi to'g'riligini qo'llayman. Endi u İlyas Shamshidullah nim bo'ldi, Tug'luq Abdurazzoqlar nim bo'ldi, men uni uqmayman. Lekin Tug'luq Abdurazzoq akamiz bir vatansuvar, Sharq Turkistonchi, millatparvar, mal dunyoga ko'ngil ko'ks to'q, sodda bir g'uljilik, bir oqko'ngil bir taranchi oilasi, bir dehqon oilasining farzandi. Bu odamninkimi beshiga kelmagan ig'ir ishlar bo'lgan. Abbas oilasining nurg'un qasdlariga, nurg'un ovalchiqlarga uchragan. Hamda bu odamningmi yish cho'ngib qoldi. Ba'zi yerlar kelgan chaqda nimaga oqo'yil kayniga qaytishni tanladi. Menmi bu narsalardan xabar topdim. Yoshlik cho'ng bo'lgan chaqda, bolalar cho'ngib qolgan chaqda ba'zi bir burunqi Rishad Abbaslarning to'yida qaslab bu odamning ichimligiga bir narsa selib, o'zi bilmagan asosda bu odam ustaning ustiga chiqib hayajonlanib, bir usul o'ynab qopdimikan, bir ish qilibdiki, shuni kamera qo'yibdiki, shunday narsalarni taqib etamiz degan o'xshaydi. Tug'luq Abdurazzoq apandim, siz qo'rqmang, sizning yoningizda biz bor. Sizning undaq narsalaringizni qilganmiz, sizga erkak, har qachon erkakdek bo'lishingiz kerak. U sizning xatoligingiz emas. Siz ularni do'st qatori ko'rib, shu to'yga borganligingiz uchun sizning ichimligingizga bir narsa selib, sizni shunday qilibdi. Siz nurg'un o'valchiqlarni tatdingiz. Mana men oldin qaytdim, Tug'luq Abdurazzoq akamiz bilan İlyas Shamshidullah akamizga internetda chiroyli gaplarni qilgandim. Akalar, bo'ldi qilsanglar, surgun hukumatni parchalaydigan ishni qilmanglar. O Nurgul Saudning depog'indamda qilmanglar degandim. İlyas Shamshidullah akamizmi o'zining maydonini aniq ifodalab bunday qilmaydiganligini Tug'luqqa hozir aralashmay o'zining ishini qilyapti. Demak, gap angladi. Chiroyli
o'zininki qayerdagi o'rni ekanligini bildi. Ala bilan Nurgul Savitlar bilan yana petag'dilib, ani buzima demadi. Shuning uchun ba'zi odamlarga gap qilamiz. Chunki ular sepi o'zidan odam asli. Ketib qolganlar bo'ladi, o'ngshaymiz uni. Hamma odamning shu, menmi saqamas unchilik. Mening ketib qolganlarim bo'ladi, shu og'zini buzma dedi. Dilar apandim, men de buzmayman, buni buzmayapman. Amal va o'zim tutib barman. Ammo bu ishlarga asli buzish degan emas. Bizning qonunimiz, bizningki nasimiz bo'lsa, o'zimizning organlar bo'lsa, bu munofiqlarga qanday jazo berganini o'zinglar bilasizlar. Shuningga ba'zi bir bundaq akalarimizga chiroyli gap qilsak, anglaydi. Mana to'g'liq apandim o'zi akamiz mana o'zining sayohatini qilib, matematik ishlarini qilib, Ilyar apandim o'zining taklif fikrlarini o'stab qo'yib, mana surgun hukumatniki bu ishlarga aralashmay o'zining ishini qilib ketyapti. Shuning uchun bu yerda yurtni tanlab, o yurtlikning tilida, bu o'zining yurtini tilmaydi degan gap yo'q. Boshqalar gap anglasa tillamaymiz. Shu gap anglamayotganlikdan tillaydigan gap shu. Shu qarindoshlar, unda bo'lsa bugungi naq maydon mishakagacha bo'lsin, endi keyin qitimliq naq maydondan boshlab o'zimning beshiq kelgan ishlar, Dilar apandim so'zlagan nuqtani ixcham qilib so'zlabdim. Men keng doirada tafsilroq so'zlayman. Roshan Abbas sen darhol sotqa tatamsa, nega tatsang tat, ammo cho'qim tatishing kerak, tatmasang bo'lmaydi. Shuncha tilni anglab ketding, opangni bütün apangning rasvochiliklarni, dadangning rasvochiliklarini, bütün maynachiliklarni hammasini ham san tatmasang bo'lmaydi. Haras qarindoshlar, yana bir xush xabar. Germaniyadagi Roshan Abbas xonim tarafidan uvalchilik uchirgan, qas uchirgan shu adimizningki kichik o'g'limi Germaniyaga sog' salomat yetib kelib oldi. Amdiki masala faqat meningki Roshan Abbasning porno videolarini qo'yib etman. Qachonligini sizlarga demayman, bir kuni naq maydon qilmay Roshan Abbasning porno videolarini qo'yib etmayman. Facebook chiqarsak yeb bitir ekan, bunday qilib ko'rsatib qo'yman-chu. Shu. Anda bo'lsa Roshan Abbas sen uni buni oldiga chiqamay o'zing chiq. Sotqa aninkin Stokholmdagi turk advokatga berdim u bu debsan-ku. Turkka bermay, shvedga bermamsa, turk qilolmaydi uni. Juma. Undan keyin Ablikimninki İdris'ninki ballarning pulini 20 yil bermagan rostku, ishki bola meshadi. Ajrashib ketgandan keyin uyining hech qanday mulki ayol tarafga qilmayli epli qichib ketganlar rostku. Men shularni so'zildim-ku. Davoda xoinlik qildinglar, achamna deb shudinglar, u o'zingning achisning nerligini bilasizlar-ku. Telefonda chatting qilsak hammasi chiqadi-ku shu. Yig'lab yurganinglar. Shuningga sud har qachon kasini oldimga, mening oldimga biravaroq qog'oz emas, bir hech narsa kelgan yo'q. Undan keyin iliq mening pasportlarimni nimaga to'rlarga chiqarib yeyib yuribdi. Buning birinchisini meningki adam saqam Jonfavining so'rayotdi. Cho'qim avatishing kerakki, meni baq qistab ketib bordi. Avatmasam olib kelgan Vishinda avatgandim. Yana birisini 2020-yili fevralning oxirida deyman. Shuni bir qaytim men WhatsAppda Dilshod Rashidga aytgandim. Chunki bilet olamiz, Janvaga boramiz. O'tirdik, o ishlarni keyin deyman, ko'rsatma unimi. Ashundaqda, men bilmayman, meninkini men aniq Dilshod Rashid to'g'ri chiqadimi demayman, Xitoymi demayman. Uni saqchi aniqlab biladi. Kimning WhatsApplardan naga uchib shidi yoki Undidordan Xitoy Guantingliklar ashaqdan chiqarib chaplab ashtaq o'yindimi yoki Shvetsiyadagi shu Dilshod Rashid deganning telefondan u yoqqa eqib shudimi zaten men ikki odamga aytgan, o'zim bilaman shuni. Uni saqchi aniqlab chiqqandan keyin aldirmay kirimiz bu temalarga. Shuning uchun Bakram Tursun yag'allardan sening 26 turlik deloring bor degan gap qo'ngan, o'rib topgan gap. Qandaq bir saqchi sanga birisininki necha turlik delos borligini deydi. Balkim chaqqanda o kelib uni boqib nima qila oldi? Chiqib nima qila oldi? Senmi sotqa berma, saqchiga berma deb yuribsan, nima qila olapsan? Nima uchun soting sening ansan qabul bo'linmaydi saqchi darsida? Sening anzangchi qara o'zi qabul bo'linmasin, sen chaqirtudi xotirjam bo'l. Endi men mangangdan chiqarib o'tma degan gaplar bo'ldi. Bu uloqli xotar bo'ldi. Buni men demasam bilsa bu tahdid bo'ladi. Turkiyaga chaqirg'inim
aşağıda ucuqtirmoqchi o'g'ini yo bo'lmasa qurol setib olg'ini izchil turda o'tgandimi bir Facebook yozib ekansan manga aytib so'rab olib bermasaqchi darsa deb hamma narsani yig'ilib menyotib tarjima qilib u narsalar bo'ladi ammo cho'qim mengamdan is chiqarishing kerak sen is chiqamsang bo'lmaydi chunki seni 100 odam qo'llab yurak beribdi ular o'sango lata degina hamda alanim lata qilib tashlab etmay ularning bir haqiqatan bir ro'yini ko'tarib qo'y yo bo'lmasa bir haqiqatan bir burnimni qantipoq ya bir kaçınat urib meni bir nima qilib videoga chiqarib Facebookga qo'ypoq uningdiki ashlami sana bir hurmat asunda unda quruq poni etib onun ustiga o'zbeklar degan atuchayni deb og'izdan chiqqaniga javob ber deydi o'yla sen uning javob bermasang bo'lmaydi-ki sen o kadar ulug' odam bo'lganlikin oilang bilan 3 qatim Xitoy kirib chiqalgan odam bo'lganki ota-onang kelib ketalaydigan butun urug' tuqqanlaring chet elda seninki hech narsan qolmadi bir shu öyle Anvar Özbek degan akangdan boshqa onda bo'lgankin sen o kadar ulug' bo'lganlikin meningcha yüzdek adam sana yurak berdi tez ketdi shuningga endi uningga ular yuzkilanmasang bo'lmaydi qanday gap bu degandak uni qilmasang bo'lmaydi shuningga baldiroq manga ish chiqarib men bu jahonning bir po'qsiliklardan qutulib berib u yoqqa berib put qo'limni uzun yetib sening mashaq kelish oyoq kelishingni kutib o'tamandan bo'lmasa oy qara uruqlab ketdim men bechora qo'rqab degan titrab ketib bormasam menga ish chiqarsan latkoy eji qiz bo'pti qarindoshlar unda o'samsa chaqasang bo'ldi juma lekin sen debsan san oxirda qo'y men turkiyalarga borsam saqchilarga borsam avorchilik qiludi chaqirtidi meni uch balam debsa ammo meni etib etishdan avorchilikdan qo'rqmabsan uningdan keyin doim saqchiga berib sotga arz berdim debsa lekin saqchiga borsam avorchi qilib debsa butunlay sening gaplaring uchun xitoycha mo'dun deychi bir-birisi qarma-qarshi yog'an ammanasi shunda nurg'uncha qadamlar dedi ana qo'qab lag'ildab chiroyiga chiqibdi deb sen meni ko'rsang siysa Bekram Tursun o'rtirib siyitsa sen qo'rqsa mendan tushundingmi jig' yuragim titraydi sen emas dunyo uyg'ur qurultiyi agashma tashkilotlar barliq munofiqlar meni ko'z cho'chiydi tushundingmi sen hech gap emas avval degandekidek birinchisi Dilyar apandimnikiga keyin to'liqlama berma ikkinchisi Mehribon Niyoz xonim bilan biz ko'rishdik o'tirliq gap so'zlar bo'lindi aniq narsalar bu yerda deyilmaydi o ayolni bo'sh verdim hayotini kechirsin meningdan so'raydigan apollarni so'rab deydigan gaplarni dedi qizining to'yi bo'ladi ekan o'zlarining ishini qilsin uchinchisi Bekram Tursun to'g'riliq tushuncha berdim men Bekram Tursun apandimniki chaqaroq meningdan is chiqarib yetishini kutib o'tiraman chunki Bekram Tursun apandim sizga yurak bergan 100 odamni yada qo'ymangda umidini ugal bichalarni o'zingiz lata bo'lsangiz mayli xalqni lata qilib tashlab etmangda hamda juma o'zinglarga bir lata hamda shunday bo'lsin xalqni lata qilib etma sana 100 odam ishinib yurak beribdi 30 odam taqitibdi ularning umidini yada qo'yma agar men degan bo'lsam shunday gapni men unda qonunsiz ishni qilmayman qonunsiz gaplarni qilmayman men faqat sana dedim imzo qo'yib aka roziliqing bilan biz aytishaylik dedim sen meni Turkiyaga taklif qilyapsan mishadimi demaylam hech kimga chaqirib saqchi chaqamaylam yoki uni buni qilmay sen rozi bo'lsang men rozi bo'lsam hech biz bola quloq aytsak tugaydigan narsa bu cho'ng narsami yo'q bu yerda kayniga to'gida kayniga siyotgan sen degina hamda unda bo'lgandan keyin Shvetsiya jamoati bu ishga aralashmanglar. Shvetsiya Uyg'ur birligidagi ba'zi bir akalarimiz, ba'zi birlar bu ishga aralashmanglar. Shvetsiyadagi har qanday Uyg'ur bu ishga aralashmasin. Bu mening dadim, mening oilamning ishi. Bekram Tursunning ishiga aralasha oladiganlar Maraba Tursun, Ixlos Tursun, Fatima Tursun, Akram Tursun va hokazo Minavar, oyoqdagi Abduvahab, Abdurahab degan uningdan Dilrayxon degan nima tataylarima ashla aralishalaydi. Uningdan boshqa odam mening ishim kirsanglar, men Shvetsiyada qarindoshlar xapib qolma ba'zi akalarimiz telefon qilsa men vaqirabni soldim. Shuning bilan voy ukam sening zar nim qilmoqchi dedi. Sotqa bersin desam, shuni deganmating dedi. Shuni dedim. Shuningga bu ishlarni qonun bilan hal qilamiz. Qonun har qachon hokimiyatning ustida turdi. Qonun bilan hokimiyat qurildi. Shuningga qonunning teshig'i chiqtirgan ishni biz qilmaymiz. Biz qonun bilan ish qilamiz.
Shvetsiya hukumatiga boj to'laymiz. Shvetsiya hukumatining ichidagi odamlarning istixborot uchurlarini sotmaymiz. Shvetsiyaning ichidagi odamlarningki kimliklarini o'g'irlamaymiz. Shvetsiyaning ichidagi odamlarning pasportlarini o'g'irlamaymiz, ishlaymiz, boj to'laymiz. Materialni har qitim saqchiga olib topshirib qo'yamiz. 5 kuni bir yerdan chiqadi. Shu. Biz panohlik tilab, undaq Xitoyga borsaqmi, undaq xalqni ziyonkashlik qilgan ishni qilmaymiz. Men qo'y berib baxmadim-ku. Men tek O'rta-Osiyogami, Donaya bu yoqlarga o'tib baxmadim. Faqat bir o'tkinim Turkiya, Mishiyala. Shu. Unda olsa qarindoshlar, ma videolarımni ko'plab taqib qo'yinglar. Qarindoshlarni ko'rsin. Allah amanat emsa, aman bo'linglar qarindoshlar. Rahmat sizlarga.